Xabaringiz bor, 2025-yil 26-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga qilgan murojaatnomasida barcha sohalar qatori yoshlar masalasiga ham alohida e'tibor qaratildi. Iste'dodli o'g'il-qizlarimiz ta'lim, ilm-fan, madaniyat, san'at, sport va boshqa sohalarda erishayotgan katta yutuqlar bilan ham yangi O'zbekistonimiz ravnaqiga munosib hissa qo'shayotgani e'tirof etildi. Darhaqiqat o'quvchi va talabalarimiz 2025-yilda xalqaro fan olimpiadalarida 51 ta oltin, 101 ta kumush, 126 ta bronza medalni qo'lga kiritib, o'z bilim va salohiyatini butun dunyoga namoyish qildi. El yurtimizning faxri bo'lgan bunday farzandlarimizga, ularning ota-onalari va ustoz murabbiylariga prezident minnatdorchilik bildirdi. Yoshlar Paraosiyo o'yinlarida jasorat va matonat sohibi bo'lgan sportchilarimiz 125 ta oltin, 77 ta kumush va 52 ta bronza medalni qo'lga kiritib, ishtirokchi davlatlar orasida eng yuqori natijani qayd etdi. Ayniqsa navqiron Grossmeyster Javohir Sindorov eng yosh jahon kubogi sohibi bo'lgani barchamizga yuksak g'urur bag'ishladi, dedi prezident.